Qarg'alar o'chsa qaraylik Marg'ilonning yo'liga. Assalomu alaykum, hurmatli Chindan guruh obunachilari. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahriga 75 tonnalik zakaz bilan kelgan XMG avtokranimizni Dilmurod akamizga topshiryapmiz. Hozir sizlarga ushbu avtokranimizni to'liq obzor qilib ko'rsatamiz. Bugun 17-oktyabr 2025-yil. Roppa rosa bir oy oldin farg'onalik mijozimiz Dilmurod aka bilan telefon orqali gaplashdik. Buxoroda ham uchrashdik, Toshkentda ham uchrashdik. Mana shu avtokranni Xitoydan hamyonbop narxlarda Dilmurod akamizga olib keldik. Farg'onada, Marg'ilonda bitta bo'ladi mana shu Monster. Ushbu Monsterimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Bor yo'g'i 700 soatgina ishlagan. Holati juda ham ideal holatda yetib keldi. Bunaqasi hali rostdan ham bo'lmagan edi. Kam ishlagan turgan kranni olib keldik. Ushbu avtokranimiz xo'sh 75 tonnali KS bo'ladi. XMG'ni linkasida KS KD modellari bor. KS modellari esa juda ham sifati ham baland, strelasi ham uzun, tosh ham og'ir bo'ladi anchagina. Xo'sh, XMG sizlarga aytib o'tganimda XMG xo'sh, strelasi qalin bo'ladi, Buni strelasi 48 metrni tashkil qiladi. Ichidan 1, 2, 3, 4 ta strela chiqadi. 4 ta strela chiqadi. Xo'sh, og'ir yuklar uchun katta gak, kichik yuklar uchun kichik gak. Ko'rishlaringiz mumkin, holati juda ham ideal holatda yetib kelgan. Ushbu avtokranimiz mana to'liq ichini ko'rsataman. To'liq ichi mana salafanlari bilan turibdi hali. Mana bu salafanlari bilan turibdi. Yangini xuddi shunday kelib turibdi ushbu avtokranimizdan. Xo'sh, ushbu avtokranimiz 4 mostdan bo'ladi. Oldinda ikkita, orqada 4 ta nimalik ballonlar bo'ladi. Xo'sh, kuratniki ham xo'sh, oxirgi model kuratniklardan yangi bu dizaynga ishlab chiqarilgan. Xo'sh, ushbu avtokranimizning og'irlik toshi esa naqd 15 tonnani tashkil qiladi. 15 tonna 3 ga bo'lingan. Qornida bitta mana shu 802 tonna ko'rishlaringiz mumkin. Bu toshni olib yuradi hamda orqada 2 bo'l, 4-2 hamda 2-6 tonnalik toshlari mavjud. Mana holatini ko'rishlaringiz mumkin. Holati juda ham tiniq holatda. Dilmurod akamiz keldilar. Ukalari Doston aka, Doniyor aka bilan keldilar. Polnosti o'zlari ko'rib, ishlatib, strelasini ochgan hamma videolar bor. Hozir videolarni ham joylayman. Xo'sh, mijozimiz, farg'onalik mijozimiz bizga Olimjon aka Chindan kompaniyasini kuzatib yuramiz. Shuncha kranlarni olib kelgansizlar. Ishonib, pad zakaz olib keldilar. Ishonib, yog' kranga masalan pullarni Xitoyga chiqarib, xo'sh, bir oyda keladi dedik, bir oyda keldi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Dilmurod akamizni kranchi o'rtoqlari bor ekan. Nimaga ishonib pul berding? Buni Dilmurod akamiz bilan suhbatlashdik. Bittaga Dilmurod akamiz tushundilar bizani. O'zlarini xohlagan kranlarni shu olib kelib qo'ydik. 100% Dilmurod akamizga yo'qdi. Hozir Dilmurod akamiz ham chiqadilar videoga. Ko'rishlaringiz mumkin. Zapaskasi ham mavjud. Zapaskasi bo'ladi ushbu avtokranimizni. Xo'sh, keyin yana bitta joyni sizlarga aytaman. Avtokranni kam ishlagan yoki ko'p ishlaganni qaysi tomondan bilasizlar deb aytsalaringiz agar, toshini ko'ramiz. Toshini qaranglar, kam ishlaganligi ma'lum. Keyin mana bu oyoqdagi mana bu lapalarni kuzatamiz. Lapalari ham kam ishlaganligi, qirilmaganligiga e'tibor qilamiz. Undan keyin mana bu kuruk bor, o'rtadagi kuruk strellarni aylantiradigan kurukni ko'ramiz. Kurukni kam ishlaganlari, nasosni kam ishlaganlari bittaga bilinadi. Kranimiz zo'riqmagan, kam ishlagan. Mana ko'rishlaringiz mumkin, hurmatli kuzatuvchilar. Ushbu Monster avtokranimizga injiq bo'lmagan, tez buzilmaydigan, O'zbekistonda barcha zapchastlari bor, Vichay motor o'rnatilgan. Xo'sh, ushbu avtokranimizning qo'shimcha gusogi 2 qavatlik bo'ladi, 17 metrni tashkil qiladi. Xo'sh, bizani mijozlarimizdan ko'p keladigan savollardan biri mana shu yerda tarrasi yozilgan, avtokran tarrasi yozilgan, 4500 kg tarrasi, 45000 kg tarrasi. Xo'sh, nimaga buncha yengil deb aytadi-da? Xo'sh, bitta narsani aytaman, hurmatli mijozlarimiz, kuzatuvchilarimiz, bitta narsaga e'tibor beringlar. Mana bu qornidagi toshi yoki orqadagi toshini hisoblamagan holatda ushbu avtokranimizning og'irligi 45000 kg ni tashkil qiladi. Shunga e'tiborli bo'lasizlar deb o'ylayman. Xo'sh, ko'rishlaringiz mumkin, mana avtokranimiz o'z egasiga yetib bormoqda. Marg'ilon 75 tonnalik avtokranni kutib ol. Ushbu avtokranimizni Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridan bo'lgan Dilmurod akamiz xarid qildilar. Dilmurod aka keling, ukalari Doston aka, keling akajon.
Xo'sh, ushbu avtokran haqida o'z fikrlaringizni bildirsangiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy, juda go'zal, juda bu aytilgan muddatdan chiroyli qilib olib kelverdilaring. Texnika bu a'lo darajada, juda ma'qul keldi. Bu texnikaga gap yo'q. Biz o'ylagandan-da ziyoda bo'lib keldi. Aytilgandan ziyoda keldi. Aytilgandan ziyoda bo'lib keldi. Mashina Xudo xohlasa juda chiroyli, go'zal holatga yetib keldi. Mana ishlari ham, mana dokument ishlari ham juda tez hal qilib berdilar, Xudo xohlasa. Aka duolaringiz sabab bir oyda 25 kunda keladigan kranimiz 18 kunda kelib qoldi. Xudoga shukr. Doston aka, kranni ishlatdingizlar. Ishlatdik. Sifatini aytingchi mana. Juda go'zal, chiroyli holat. Ishlatib ko'rdik aka, kranni juda ma'qul bizga. Bir 75 tonnalik endi niyatimiz bor edi-yu, umrimizda bir haydab ko'rmagan edi. 30 tonnalik kranimiz bor Marg'ilonda. 75 tonnalikka talab bo'lgani uchun 75 tonnalik olgani keldik mana. Nasib aka. Haydab chiqardingiz. Boshqacha? Ha, juda bir boshqacha bir. Nasib etsa yaxshi kunlarga haydanglar akajon. Ushbu avtokranimiz Dilmurod aka sizga barakali kelsin. Bundanda katta kranni chindan kompaniyasidan xarid qilish nasib qilsin akajon sizlarga ham. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga ham xuddi shu ideal holatdagi yoki zavoddan yangi avtokranlar yoki maxsus texnikalar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga yoki chindan kompaniyasiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mohiraxonni ham esdan chiqarmaylik. Menejer Mohiraxon ham juda hujjat ishlarida. Chindan kompaniyasining barcha mijozlari, barcha xodimlari mijozlarga akajon rahmat shunchalik. Sog' bo'linglar. Zo'r qilib qo'yganmiz, nasib bo'lsa siz bizdan qutulmaysiz endi akajon. Hali yana olamiz, hali Xudo xolasa. Qilib qo'la qo'lsirab akajon texnikamiz ishlayaptimi, yo'qmi, qanaqa servislar bo'lsa, bemalol bizlar klientlarimizni har doim soprovождение qilib boramiz. Sotganimizdan keyin qutullik emas, bizga chindan kompaniyasi har bir mijoz uchun chin dildan xizmat qiladi. Bizga obuna bo'lish esdan chiqadi. Rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.